Koptokchalarni hadeb kartoshkadan tayyorlamasdan men tayyorlagan usulda, ya'ni guruchdan ham tayyorlab ko'ring, ham foydali, ham juda mazali. Agar retsept yoqsa, bittagina qizil yurakchani bosib qo'yib, yaqinlaringizga videoni yuborib qo'yasiz. Guruchni avval pishirib olamiz. Pishgan 2 piyola guruchga yaxshi eriydigan sir va o'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan kolbasadan foydalanasiz. Men asl barakani kolbasasini mayda qirg'ichdan chiqarib soldim. Un, tuxum, razrixetil solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Razrixetil, murch va mayda qilib to'g'ralgan ko'katni solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massadan bir qoshiqdan olib, qo'lda yoyib olasiz va ichiga to'g'ralgan, ya'ni yaxshi ko'rib yeydigan seringizni solasiz va yumaloq qilib koptokchani shaklini berasiz. Idishlarga un, tuxum va non talqonni solib olasiz. Tuxumga tuz solib aralashtirib olasiz. Avval unga solamiz, so'ng tuxumga va non talqoniga solib, yaxshilab koptokchalarni belab olamiz. Tovani qizdirib, qizigan tovaga yog' solamiz va o'rtadan pastroq olovda koptokchalarni tillarang qilib qovurishni boshlaymiz. Razrixetilni hisobiga koptokchalarimiz sal ishadi, shuning uchun to'ldirib solmaysiz. Xuddi bo'g'irsoq qovurgandek har tarafini aylantirib turasiz. Tillarang bo'lib, juda ham mazali bo'lib koptokchalar tayyor bo'ladi. Koptokchalarni tushlikka va nonushtaga tayyorlab ko'rsangiz, bolajonlar maza qilib iste'mol qilishadi. Sahifamga o'tsangiz, bundan da ko'p retseptlarni topasiz. Haytgancha, agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga kelasiz.